Xitay hökumətinin Uyğur diyarındakı paxta işləp çıxırışıda Uyğurlarni zamanəvi qulla əmgəgigə selivatqanlığı kəskin tənqidləniyotqanda, Xitay hökuməti tezdən Uyğur diyarını Xitayның ən çoğ çoşqu baxmıçılıq bazasıga aylandırışqa yüzlənməkdə. Bloomberg xəbərlərinin bu vaqtdakı maqaləsində göstərilishicha, Uyğur diyarındakı neçə 10 yillab zor ko'lamda paxta terish natijasida terilg'u yerlarning sifat darajasi og'ir darajada buzilgan. Hamda paxta talalarının sübtiga muayyan ta'sir yetishga başlagan. Buningga qo'shilib, yaqindan buyon xalqarada Uyğur diyarının paxta mahsulotlarini boyqut qilish to'lqini ko'tarilganlikdan, amdilikda Xitoy hukumatı ilgirki paxta terishga ishlatilgan keng yerlarni zo'r ko'lamlik cho'shqi baxmchilik bazasiga aylantirishni qaror qilgan. Beijing xəbərləri gazetinin May familiyalik bir xadimi bu vaqtda söz qilib, bu rayondan chiqadigan paxta eng cho'ng iqtisodiy unum va foyda elib keladigan tur edi. Endi bu paxta terilib kelgan joylarni boshqa ziroatlarni terishga o'zgartimiz desak, buningga mumkin emas. Shunga bu joyda cho'shqa beqish eng aqlani chora degan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Bingtuan qaramog'idagi bir necha o'rinda allaqachon zo'r ko'lamlik cho'shqi baxmchilik bazasi qurilishi boshlanib bo'lgan. Xitoy doiralari navbatda bu cho'shqi baxmchilik bazalaridan chiqqan axlatlarni ilgirki vaqtlardan buyon ishlatilib kelayotgan ximiyaviy o'g'itning o'rnida ishlatmoqchi bo'lib o'tibdi. Xitoy xabarlar to'rining 16 apreldagi xabarda aytilishicha, Urumchi bilan Turpanning orlig'iga joylashgan Bingtuanning 12 diviziyasi Urumchi iqtisodiy taraqqiyot rayonida 1000 tuman qurilishi bo'yicha ochilgan cho'shqi baxmchilik bazasiga 5 milliard yuan, taxminan 770 million Amerika dollari qiymatida mablag' sag'an. Bu g'oyat zo'r qurilish tamomlanganda, bu joydagi baxmchilik, qushxona va go'sht tayyorlash qatorliq yurishlashgan sanoat Xitoyning barg'ansiri ishib berayotgan go'sht ehtiyojini qondirishga xizmat qildi ekan. Analizchilar bu vaqtda fikr yurgizib, bu Xitoy hukumatining mustamlikchilik tabiatining texmi yalang'och ifodalashidan boshqa narsa emas. Ular Uyg'urlarni cho'shqa yeyishga majbur qilib qolmasdan, hamda ularning majburiy emgikini cho'shqa baxmchilik sohasiga kengaytmoqchi bo'lyotdi. Texmi muhimi, bundaq zo'r ko'lamlik cho'shqa bazalari Uyg'ur diyarining muhitini necha asrdimi tugumas axlatlarga ko'mib tashlaydi, dedi.